20 minutga bir qora mashina keliblar. 15 xoltadagi pulni ko'tarib akirdi bular. Akirdi Rustam. "Va, bizning pullarimiz keldi ana." Pullarimiz keldi ana keldi. Deydi. Bankining ichida bir jiddiychilik paydo bo'lib ketdimi? O'da qo'llarini tükürib, yalab tayyaqlar. Mashinalarni mang'uzlab tayyaqlar. Cho'mchilarga. Teyutun abi, bayqa turandi qila. Dedi ancha, "Ting tong, ti hao." Dedi-ku. Dedi Rustam badi berib. Chingshorim mema dedi. Amada qarab turadim. O'tkina. Va bu bosiyagina, va o'tkina, uzoq o'tkina. Va bu bosiyaginamish-ku. Va alag'ini ayrim, bu nima ayrim jumar uzoq o'xshamaymi. Maktablik o'ta ayqa. Va qarabsan. Bosdi besib tekshirib. "Ya texi pul yo'q ya bu kadar boshqa qarangiz bormi?" dedi. Boshqa emas, biz shu Shimfinjil va unda boshqanda ketdik. Boshqa yo'q. Shunda men deb qoni berib etdi, shundan "Diyarxo" dedi. Men bordim. Qonili. Qancha maxfiy numar desam 0dan 6 deydi. 0dan 6 ekan uning maxfiy numari. U bakmi bir mukammal maxfiy numar emas. O pul yo'q yasaqam. "Isan xo" dedi Rustam bordi. "Isan xo" dedi men borman. "Sen xovg'icha ikkimizni bordik." Qog'oz deganni, yanchiq degan dublot qog'oz degan. Baş xovg'i keldi, juma sotgan ketaylar. Shu bu endi bizga amal yo'qda shu pul kirsa, shu tomoqli yesak bo'ldi, boshqa jidal yo'q. 80-nomer banda baban, "Ya, ukam bu yoqda tuturinglar bo'lsizlar." "Yo, boshqalarni kirdi, ba ish va bo'ldi." "Olsak janob bu pulni oladi, o'zimiznikini olamiz biz." "Chiqmayotgan qarangda nima narsa o'tinamayqa." Soat 10:30 bo'lib ketdi yangicha. Bak o'tkizibdi. "Jo'shisan xo" deydi men boraman. Bo'ldi deb baban, "Bo'ldi, jinim saqam urmaydi, o'tiribgina bo'ldi, o'tiribgina." Qanday qilamiz deb shunday qilib VIP bir uy bor-ku. Necha millionlik xaridorlar o'tiradigan uyga. Baban juga bir qalam qilmay o'tinglar degankin, "Jire" deb Rustam chiqib VIP uy kirib oldi. Kirsanglar bir ko'k xolti berdi-ku, pul ko'tiradigan. 2 xolti berdi ishimizga. 2 so'm pulga-da. Ammo qildigan o'rindiq bor-ku. Aşnada yetib oldik Rustam bilan. Voy. Roza olmuş, onda bir narsa qildi jamoat. Davatat baban kirib, "Hey! Qani mashkisi?" Davatati bir kutishdi. Sen nimada ka jinkama dedi. "Voy, balan jinka emas, kunga bularniki. Chiqama. Ya juga, shang kirib, lift tushib o'ynanglar, juga chiqama." 11:20 bo'ldi. "Bu pul olamiz biz. Nimani olsa?" "Va pul va makada." "Aka qarangni." "Ya men tekshirib beqaman-a. Maxfiy nomer qancha?" dedi. "Voy 0dan 6 deb baballe deyapti. Kun odam bulpopdi maxfiy nomerimizda. Şunu bilan qani apirib berdik. Ayol bankidagi ayoldan rahmi kelib qopti bizga. "Hey, makina ishkan." Bunday dedi. "Ilgirga qalam qildinglarmi? Saqin putayim eslatib tashlagan qog'oz qarab qilinglar. Shu nomerini tashlab beribmiz biz." Tekshirib beqada desam tekshirib, urmabdi saqam. "Qanchalik pul kerak bo'lsa men berib turay yelimdan. Urganda kelinglar dedim saqam. Xizmat qilinglar ilolarama. Yo'qolgina 06 deb chiqirib etdi bizni. Yani ümit üzmeymez. Yani bedem oturup baksam bir apamlığa demetlik bir çoğun mamay. "Hey, senin mehbin numarınla 0dan 6 ki? Benim başta olsan avu. Şurada peyzaj. Unutma istedi ama. Uruptum ha deb işçileri ağır ketdi bizim. 11:20 bo'ldi. Bo'ldi bankini taqaymizdi. Bankini taqqicha osh qo'sak o'tadik. Bankidan chiqib Rustam ikimiz bir-birimizni yetlab, jon yo'q. Boshdan ketib barimizda. Degan osh qo'sak, kalpit degan gez bog'lab ketib bardi. Biz jut ketgan bir okushlar bor-ku. Ne shu? Qilay bir avtobus bekatga chiqibdimiz. Avtobus bekatda turardik. Ta'limga bir ko'k avtobus to'xtablar, hozirgacha yodimda bor 103 degan avtobus. Yavling sen. Bir avtobus to'xtablar, to'nisharlashli birsi. Ya Ro'zaxon, daqal dedigina. Va nima voy, bura.
chiqib olibman. Chiqsam Tallinga O'rustanglik Shuhrat deb bir qitim ko'rishgandimiz, endi ko'rishsak. Bir qitim bir to'yga meni apiribdi ekan. Shu Abduzay deydi ekan, ko'cha Abduzning shopiri ekan. Shu to'nib qopti meni. Va adash Shuhrat deb to'ndim, undaq chaqda 6-sezguldirim 16-olib ketdi ekan. Bu nima ish qilsa bu yoqda dedi. Shuna yani petimdan tushmay, va shu adash ma'u Ablekim akamninki balasining to'yi kelgan. 3-4 kun to'yin o'ynab, bu go'sh-po'sh ashtaq qo'rdaqlarni yepli, mashikimiz bir langman seg'inib adash. Bir langman ham topamay, yomon qiynalib ketishim. Bir langman ham ushirib ketgan bo'lsa degan narsa. Voy langman yedigan ish bo'lsa bu chata yo'q adash. Sen misol dedimsan? O mashina haydab 3 yilda bo'ldi, qarmaydaman. Ketdi. Ketib bordi, og'cha buni tonishtirib qoldim men. Ruzoq adash tushda langman nima yepirma, ammo qo'yib bermayman-ku, deydi. Voy biz qo'shilsak qo'yib beradigan u. Ketadigan-ku. O qaq balağı qaldı va. Ruzoq tushda langman nima yepirma, ammo qo'yib bermayman-ku, deydi. Voy biz qo'shilsak qo'yib beradigan u. Ketadigan-ku. O qaq balağı qaldı va. Şunu bilan men hep şundan Rüstemni tanıştım. Adaş, ma'vo Rüstem ag'inam. Yaxshi ag'inam. Tanışıp qaldi bizning Jag'istaylik balam. Buni Shuhrat adaş. Mushu qarmaydi Abduzay dedi. Uzun yil bo'ldi bu ag'inam. Bu Shuhrat dahshat mardmi adaş. Bu tutib olgan mehmon otallarmi shunaqa emasmi buniki? Qattiq qo'yib bermaydi bu deb. Uni endi mehmon qilmasa bo'lmaydigan qilib qo'ydim-da men. Majburlar. Ha bu gap yo'q adaş, gap yo'q dedi. 10 kerim bo'lgan chaqda Abduzni bir yak to'xtatib kalonga. Jiran adaş nima yeysilar dedi. Langmanli yeylar adaş, langman degan deb. Bir oshxona kirdik, ham qaydi bo'yicha bir oshxona kirgan keyin mana salopatlik o'tirib, ahvol so'rashib, jutlarning halming bo'lib, enagandan tamoq chiqqan keyin, "Ya sa'ala. O hozir chiqdi, menga sa'ala" deb mandaq takalluflar bilan yeysan-ku. Bir oshxonaga kirdik, uchimiz. Kiriblar cho'k-pokini chiqirib, mushtaq o'tiryapmiz biz. 24 soat o'tirib bir menga. O qanda g'ulji ishchilar yaxshimi dedi. Men u gap kallamshimda yaxshi adash deb. "Ya saqam" deyman, "Fuya oyoqqa tikdi qara." "Ya saqam" deyman, "Oyoqqa tikdi. Qachon bizning tamoq chiqa" deb to'pirlab ketib borman. Rustam Lozjan batga yarmini yopibdi u. Lozjanni qo'qishga. Angish ishkilarman chiqdi. Jamam, pamam bilan urib etib, sal futbolga jon kirib, "Rahmat ota sana" deb taloq chiqib qilsak. Xo'sh, Ro'zaxon, endi sizlar nima ish qilsizlar? Deydi bu. Biz nima ish qilamiz degan endi. Sen nima ish qilsan? Abduzay deyman dedi. Bizmi haydaylamsan? Va maylamsan da jira deb. Boshqa nerimiz bor endi? Ashundan boshqa. Abduzga chiqdik. Hay dedi, bu bizga tushgan qarmayning manzirlarini ko'rsatmoq deb. Mana adash, moyoq bor-ku. Va jaran buloq chiqtirgan taraf idish qo'y deganlar mana mushaqda adash. Moyoq musholqi, mushu cho'ng neftlik adash. Ma'vo mana mushu moytaq ketigan yo'l dedi. U bizga manzir titamdi degan. Kechdi jundab bir yerda yetib olsaqli bo'ldi biz. Eningayda adam junqarishchang deydi, mushni ichida yomon kat kiyimdan sotadi. Kiyim-kechak kiyib qolsanglar, mishada elinglar juma deydi. U biz kiyim elish emas, uchimiz kiyimni sotayli deyotgan vaqtimiz bu. U tushunma, sen dotmidim. Ha, ishtaqimiz adash. Kechqurun bo'ldi. Balaga qoldi bu bayqosh uqmaydi. Kechqurun shu Abduz degan kalon to'xtatib, soat 7lar bilan. Xo'sh, Ro'zaxon endi sizlar nima ish qilsizlar? Deydi. Sen nima ish qilsan? Am shu ishga gapdan boshqa gap tushmaydi u yerga. Va biz endi uyga ketamiz deydi. Bizmi ketaylikmi adash? Jironlar deblar, shu 11dak Abduzay deydigan bola, bo'ydaq bolalar aka, birlashib bir 80 ping-pongmi bir bino uyini ijara qilib, ashad yetib qopib Abduzay deb yangidan tirishayotgan bolalar ekanda. Ashda bir uyimiz bor. Ashaga boshlab boraysizlar dedi. Ma'qul deb bu uyga kirdik. Karodagan tanishdi-da. Vallahi, men Ro'zaxon og'inam keldi. G'uljin ekan, yomon amdan chaqchaqchi ma'vo. Va'g'ingiz Rustam deydi. Chaqchaqchi degan anglab u bolalar uyini bir kayfiyat ko'tarib ketdi. Va Ro'zaxon bo'ldi gap yo'q. Endi buni anglagan va'g'ingizmi? Amsa deb Murat deb bir nochis var endi bir 10 odam ichida bir nochis bo'ldi-ku. Burtliq. Yo'g'an, sutqanlik nima. Ro'zaxon kapta bolalar, menda qilaylik. Amsa buni uyda, uni buni qilamiz demay. Bir restoran qilib boshlab, ashadil so'rin qilaylik deydi-da. U xatarlik menga. O restoranga boramiz.
Ya da oynap elip qaytqan çağda emdi sizler ne var sizler deydi ga iş çıkmasa. Yanı çıtırdı. Ya adaş nim kılsa boldu. Men öýüňdi kymam sen mene. Dedim Rüstem kitap deyip. Ada Napoleon filmim dedi. Yaxşı mehman öýge laýyk dedi. Durmada. Öý dil kılaýly dedi. Uma men oýlagany oýlap boldy apay. Bada öý bolsun dedi. Toxo kebap, tapanca birimler işimlikten ekilipla. Sorunu başlap aldı. Jinim çık ketkiç içilip batma bulaga. Yarap kalaymışlaga. Kurvaka itivatıma, çevatıma, çavak diyen çevatı da 12'ye bakanda mesup ketdi. Lan Murat degene, "Rozaxon! Oğul adaş, mening öýümde ýetgizme eşiňni" dep. Appak bir ýotgallan selip bir tar bir öýbeke eşedi. Rüstem işkimiz ýetip kaldyk. Ätsetýände kopdyk. Ýany näge görmüzdigine? Agydam Abduzgy maňyda bizim kendinden egişipli maňymyz. Maqmas Abduzgy çykdy bizim kendil çykmyzda Abduzga. Abduzdan başga bizning panahgahimiz ýok. İşküşkün mangandekin biletçiге oýunyp gitsek ya zudan. Oy çoň çykyryp etken men biletçilikni. Men Hanzu üçin ýaşy bilmeýme, Rüstem Hanzu üçin ýama o işini retleýdi, men tişiden adam ekirmen de Abduzga. Abduzga bir tömür var çykyp elip. "Ey, ýaglansa. Jaran bulak, bir adam jaran bulak. Hada bulunga. O bulak, ay, toxta, çoň adam kaldy. Bulunga da. Men çykyp, Rüstem, komya ýöýüz. Ey, ji, hodam aş takylyp bu işküşkündila. Biletçiге oýlandyk. Emdi sal kiçikinen bir ejir kıp yataýly. Haklı öýde. Titimaýsan go. Bu meyman digen ma bir 3 günge ýakşyga gara. 4-nji günden tatyp bulama. Dra garaýdygan boldy. Ayanda hege aýaklaryny ýeş goýmyzda, da kep niman jijik aýak goý, bu da bizning aýaklaryň tepide garaýmyş. Niman jijik aýak bu, çykyrsaň munda. Ay, vicdanımızın depsen xiyen çan tutma ekri bolmaz ayak. Ben türüyorsam bir ayak gideyle. 6-njy küllerge bargan çagda da soqallady uçuruş qalsak. Goýup ötükdigan boldy. 8-njy küllere tamaklarımız alaňmelen ipirip atatdy, ügürläge aýlandy. 10-njy küllere taýat çöpler kirip turgan boldy bizge. Amışa ügürler oxşaýda ýaly biringlar. 11-nji küllerge barganda resmi iş goýurdygaly boldy bular bizne. Ya Rozaxon Abduzny jüwetdiňlarmy? Jiri jüwetdi edem. Men işin jüýmä Rüstem çakyn jüýdi gara. 13-nji külleri bargança. "Hine meniň kökkaň sirem açykyna jügema. Hine agaň sirem. Dazma saldyňlarmy?" Oy, ýylky balyk kuşçuly boldyk biz. 15-nji günüge barganda tak tuşupda. Elim bakdy ya şu balla 15 gün aýşkymyzny. 15-nji gün o güne Şöhret diye bizne başlap gelgen agynam o kämide Abduzny oňşdyma dep. Rüstem şikle yatatdyk. Birinim işini paras tep kirip mes zaldy sözler atdy. "Hey! Oğul digen erkektek buluş kerekçi mu? Numus digen biliş kerek." Aşkanda uzun işleşmesi. Bizge davatıdı o. Hep kızıl olup gitper biz yotkanda. Bırak karsam Murat'tan avazı yakın noçsundan. Parasıl bizden işine girip işkege davattım ben. Anıldık, bulduk, biz his kıldık. Canım adam bir gün konu gidelim bir gün. Mallarımız geldi biz ketimiz. Torbu mu da? Duta çiprey. Adışlar sapağın alda bu koya davat memesi olan diken. Açıklı sapağı otağızıp duta çivassam. Ay yani birin nimiş kıldı deydi Rüstem. Yaman kok getipdi o baykoş. Ben usulunca adaşlarım. Sankovilella. Saklı. Kayanın bu? Xotanның. Rahmet canım ede. Rahmet, yama hoş oldum. Rahmet canım ede. Rahmet. Yama hoş oldum ede. Rahmet sizge. Әтсем таң атты өкінің бір таңына атқыз олдық. Атқызып. Ya Rüstem, aka deydiğe yeri kalmadı o Rüstem'den. Ya Rüstem, nime? Kitayle boldu ma uydan. Ülüp ketkiş tumayla bir yerde. Burada sarıngaya alı.
Jüre şınglilan jıga dedi. Oy şınglimi yok bizde. Şu iki tal çiş çotkımızlı var. Yağı yok. Şu onunkini bununkini tek üzüldü bir amal kılalımız. Şu şişacım valla mı çotkına varımız. O çiş çotkılığı dek mi? Bir iş yok bizim çişimizde çok. Gan tayya çöp yap 15 gün nimen çotkilaysa degine. O çiş çotkını mı biz şu yatakta yatkan günü evagan çiş çotka. Çiş çotkını yaplar ki. Tokçularda mek amrut tıkanda. Tıkıvaldı. Çıkayladı işte. Tamam men odak Şöhretke kaldı kep. Nege? Adaş rahmet endi biz qaytaylaysam. Ha? Qaytam sizlar? Ya valla qaytdik. Ey çavak ey. Men kirgan vaqt uchun necha to'sh kayfiyat bo'lib ketdi.